chetdan ham sahirim bor. Sahirni qanday tushirsam bo'ladi deganlar uchun bizga Himolay tog'idan qora gojimiz yetib keldi. Haqiqiy sahir diabet uchun, qonni quyuqligi uchun tabiiy davo bo'luvchi qora gojimiz yetib keldi. Buni ichilish tartibi oddiy, uy sharoitida aytib o'tamiz. Qarang. 1 litr termosdan olasiz yoki chaynikda olasiz. Ichiga tashlaysiz. Bir chimdim. Bu sonrasi ob tushdi o'zini mana qarang. Rangi tabiiy davo bo'lib chiqadi buni. Buni 10 minut qo'yasizda, ovqatdan keyin 50 grammdan ichaverasiz. Buni foydalari qon quyuqligini yaxshilaydi. Sahri borlar uchun juda foydali va samarali. Ko'pchilik aytishadi, har xil giyohlarni icha olmayapman. Qanday yana uy sharoitida oddiy yechim bormi deganlar uchun Himolay tog'idan mana yetib kelgan gojimiz tabiiy davo. Qoningiz quyuq bo'lsa, sahringiz baland bo'lsa, nerv spakayingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, mana shu juda samarali davo bo'ladi. Kun davomida 50 grammdan 3 mahal, 4 mahal ichaverasiz. Sizga biriga bir effekt beradi, xudo xolasa.